Bu 3000 yillik tarixga ega Axsikent. Mana shu Axsikent 400 gektar katta shahar bo'lgan, hozir 132 gektar saqlanib qolgan, o'zida juda katta sinoatni saqlab turibdi. Hozir juda katta qazilma ishlari ketyapti. Hozir mana bu yerda eksponatlar muzeyi qilyapmiz. Qo'lyozmalarimizni saqlayapmiz. Mana daryo, Sirdaryo bo'ylab yurib, yangi Axsiga boramiz. Mana yangi Axsida juda katta majmua barpo qilganmiz. Bu yerda hozirgi kunda 10 mingdan ortiq artefaktga ega muzeyimiz bor. Katta masjidimiz mana bitta, xuddi Agradagi Toj Mahalga o'xshagan monand qurilgan va bu yerda yangi Axsi qo'lyozmalar markazimizda 4 mingdan ortiq nodir qo'lyozmalar bilan 3000 ga qo'lyozma, 1000 dan ortiq esa tosh bosma asarlarimiz saqlanyapti. Mana shu asarlarni tadqiq qilish, o'rganish bo'yicha juda katta ish boshlaganmiz. O'zbekistonning Qatardagi elchixonasi bilan birgalikda amaliy ishdan olib boryapmiz. Bu yerda har ikki dargohda, ikkisi ham Axsikent arxeologik park tarkibida juda katta bizning olimlarimiz bor. Bu yerda ishlashyapti. Axsikentdagi ishlarga shu Boyev buni 1975-yildan 50 yildan mana shu yerda qaysi ishlarni bosh yangi Axsi majmuasi esa Rustamov boshlig'ida juda katta ish bo'lyapti. Qo'lyozmalar, nodir qo'lyozmalar yana bugun topildi, 45 ga yaqin ko'rishimiz mumkin. Biz mana nodir kitoblar barchasi aniq fanlar, matematika, fizikaga oid, tibbiyotga oid kitoblar saqlanib kelyapti. Mana bularning sharhini qisqa sharhlaymiz. Qo'lyozmalarga bitilgan, alohida. Har bitta ilm ahli ko'rganda mana shu betga oid bo'lgan. Boshqa bir kitoblardagi bayon qilingan o'tgan ilm ahllarini o'zlarining fikrlari, shu rivoyatlar deymiz, shu ilmiy manbalar. Mana shu qo'lyozma shu jihati bilan ajralib turadi boshqa bosimli kitoblardan. Mana shu kitobimiz juda bir ajoyib, mana qo'limizga keldi. Avvalidan mana mundarijasi. Qo'lyozmalarni saqlash bo'yicha biz Qatar Milliy kutubxonasiga tashrif buyurdik va bu yerda So that's why we are here today with them. Maybe Mr. Anwar can describe more in detail and tell more about this. Yuqoridagi kichik suhbatda o'zingiz guvoh bo'ldingiz. Qatar Milliy kutubxonasi bosh direktori Tan Hyusim xonim va elchimiz Ashraf Xo'jayev bilan birgalikda amaliy ishlarni boshlab yubordik. Axsikentga keling.